Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Hay! Ibi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqtli uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplar demay-a. Bobur aka, uyqum kelyotdi, uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashib, mazza qiling. Bir tayinli gap ham bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul, ayajon kerak. Yo, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? asal oyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yuz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi? Dam olsin. Poponi, qarasanga sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyo ustidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Men nima qilay boshqa? Poponi, ayam uxladi. Tushi ham rosa uzun ekan. Poponim. Bobur aka, ana kuni ko'zi. Pishak kirgandir-da. To'xtangda men bir ko'rayda. Miyav. Yumi mana ular. Mana qaka so'laqman. Men nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushsiz ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yatsi qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam. Man qizg'onaman, seni man hammadan, man qizg'onaman hammadan.